Anaviga aka 295 benzin. Bu ko'yilniki. Ko'ramiz hozir aktanini. To'qson sakkiz chiqyapti hozir. Ikkinchi marta ham ko'raylik mana. 98. Bunisini ko'ramiz. 97. 97. Ikkalasi ham 95 benzin. Aktalarni ko'ryapsizlar, yaxshi aktalari. Hozir ikkalasiga ham ketguncha nitro 936 qo'shamiz-da, Malibu Premier'ga quyib yuboramiz. Aktanni ko'rsatamiz. Aralashtirib ham o'tirganimiz yo'q. Bu 110 dan ancha baland aktan. Aktanamer 110 dan yonib ko'rsatmaydi. Bunga ham qo'yamiz. Akalar mana ko'rdinglar. 20 litr benzinga 2 litr aktan qo'shib yubordik. Bu mashina har doim shunaqa yuradi. Постоянный aktani 110 dan baland yuradi, lekin mashinada shu paytgacha hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Kimdir qo'rqayotgan bo'lsa, quyishga quymasin mayli, lekin ko'pchilik foydalanib, maza qilib yuribdi. Bemalol qolganlarga ham tavsiya qilsanglar bo'ladi. Bemalol quyib yursanglar bo'ladi. Salomat bo'ling.